Diki jalyuzisini olsangiz, oshxonangizga bepul jalyuzi beraman. Ishonmaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Oddiy pardadan diki jalyuzisini 5 ta asosiy farqini ham ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum. Men ismim Aziz. 6 yildan beri shu sohadaman. Minglab xonadon va tashkilotlarni quyoshdan himoya qilib kelyapman. Birinchidan, diki jalyuzini o'rnatgandan keyin orqasiga zashitga qo'yish shart emas. Ikkinchi farqi, stvorkani ochganingizda diki jalyuzi sizga umuman xalal bermaydi. Uchinchi farqi, oynalarni yuvayotganingizda sizga umuman xalal bermaydi. Ikki yonga surib qo'yish mumkin. To'rtinchi farqi, agar bitta skladkasiga dog' tegib qolsa, butunlay hamma jalyuzini yechib yuvish shart emas. Bu jalyuzini bemalol alohida yechib, yuvsa, yana qaytarib bilsa bo'ladi. Eng asosiysi, 5-farqi, vertikalniy va kombo jalyuzlarga o'xshab tagida gruzi yoki zanjiri yo'q. Hammasini har bir skladkani orasi ochib, buni eshikka yoki balkonga qo'yganingizda bemalol o'tib qaytishingiz mumkin, xohlagan joyingizda. Diqqat! Samarqand jalyuzi bozorida aksiya. 28-aprelgacha 11 kvadratdan ortiq diki jalyuzi xarid qiling va oshxonangizga kombo jalyuzini sovg'aga o'rnatib beramiz. Shoshiling!